Her qandaq bir amel ma'lum o'rin va ma'lum vaqt bilan zich bog'langan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qaysi joylardan haj va umrga kelganlarning ihrom bog'laydigan o'rinlarini belgilab bergan bo'lib, ana shu o'rinlar miqot deb ataladi. Miqot ikki xil bo'lib, birisi miqot makon, yana birisi miqot zamon. Miqat makon deganimiz ihrom bog'laydigan o'rinni, miqat zamon deganimiz ihrom bog'laydigan vaqtni ko'rsatadi. Ihrom bog'laydigan joy 5 dir. Birinchi, bu Madina tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi Zul Halifa bo'lib, hozir Obar Ali deb ataladi. İkinci, Zat-ı Arq, bu Iroq tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyidir. Üçüncü, bu Najd tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi Qarnul Manozil bo'lib, hozirgi ismi Sayl Kabir deb ataladi. Dördüncü, Yelemlem, bu Yaman tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyidir. Beşinci, Şam tarafdan kelganlarning ihrom bog'laydigan joyi asli Juhfa bo'lib, u yer xaroblashib ketganlikdan hozir uningga yaqin bo'lgan Rabiq degan yerga o'tkelgan. Mana bu o'rinlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi belgilab bergan. Haj yoki ömrünü niyat qilgan kishi dunyoning qaysi taraflaridan mayli quruqlikdan mashina qatorliq narsalar bilan, mayli dengiz orqali paraxut bilan, mayli havodan, aeroplan bilan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar bu o'rinlardan o'tib ketishdan burun ihrom bog'lashi vojibdir. Ba'zi odamlar miqotlarning chegarasi bilan hisoblashmay aeroportga kirib ondan ihrom bog'laydi. Bu to'g'ri emas. Bunda qilish Allohning buyrug'iga xilof. Miqotlardan ihromsiz o'tish haromdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mazkur miqotlarning biridan ihrom bog'lashga buyurib, mana mushu yerlar u yerdagi xalq yoki shu yerdan o'tkichilardan haj yoki umrni niyat qilgan kishilarning ihrom bog'laydigan joyidir degan. Yuqorida ko'rsatilgan 5 o'rindan boshqa Makka xalqi umr qilmoqchi bo'lsa, Tanim degan joyga berib ihrom bog'laydi. Umri masjidda joylashgan o'rni demakchi. Chunki Hazrati Oyisha radhiyallohu anha Makka mukarramadagi vaqtida umr qilmoqchi bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radhiyallohu anhuning o'g'li Abdurrahmonni Oyisha radhiyallohu anhani Tanim degan joyga elib chiqib ihrom bog'lab kirishga buyurgan. Hazreti Oyisha radhiyallohu anha inisi bilan Tanimga chiqib ihrom bog'lab kirib umr qilgan. Shuningga asosan Makka xalqi yoki vojib umrni qilib bo'lib hajga saqlab turgan hojilar Tanim degan joyga berib ihrom bog'lasimi bo'ladi. Ammo hajga chiqadigan chog'da mayli Makka xalqi bo'lsin, mayli sirtdan kelib hajni kutib turgan hojilar bo'lsin, o'zi turgan yerdan hajga ihrom bog'laydi. Mana bu jumhur ulamolarning so'zidir. Miqoti zamon umr qilish uchun bir yilning har qanday vaqtida ihrom bog'lasa bo'ladi. Ammo haj qilish uchun muqim bir belgilangan vaqt bo'ladi. Bu vaqt Hijriya kalendari bo'yicha har yili Shavvol, Zulqa'da va Zulhajja oylarining 10-kechgacha bo'ladi. Bu vaqtlar ichida hajga ihrom bog'lab miqot ichida haj kunini saqlab tursa bo'ladi. Haj qiron qiluvchilar uchun buningdan boshqa vaqtda ihrom bog'lasa umrga hisob bo'ladi. Ihrom bog'lagan kuni agar Zulhajjining 10-kechasi bo'lib, Hayit kechasi tong yorib qolsa, Arafat vaqti o'tib ketgan bo'ladi. Qilgan haji qabul bo'lmaydi.
Şuna bu çağda ömrünün qoidalari bo'yicha umr qilib, kelar yili qayta haj qilsa bo'ladi. Shuning uchun Hijriya 12-oy, ya'ni Zulhajjining 8-kuni Makka mukarramaga kelib, Arafatga ulgurib berishi nihoyat zarur. Hijriya kalendari butunlay qamariyaga mansub bo'lib, har yili 354 kundan ortiq bo'ladi. Shuning uchun haj vaqti milodiya kalendari bo'yicha hisoblanganda, haj kuni bir yilning har fasliga yetkilib keladi. Agar kasal yoki dushman sababidan haramga yetib borolmasdan andisha qilgan kishi miqotga ihrom bog'laganda, ey Parvardigorim, men umr qilishni niyat qildim. Agar yo'lim to'silib qolsa, shu yerda ihromdan chiqaman deb shart qilsin. Qaysi bir sabab bilan haramga kirolmay ihromdan chiqib ketsa, shart qilganligi uchun fidya kelmaydi. Bunun dalili Hazreti Zubaa binti Zubayr radhiyallahu anha rivayet qilib mundaq dedi: Ya Rasulullah, men hajda niyat qildim, lekin men kasal dedim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qaysi bir yerda to'silib qolsam, shu yerda ihromdan chiqaman deb shart qilgan dedi. Miqatlarning biridan ihrom bilan kirgan kishi toki Baytullohga yetib kelguncha talbiyani ko'p aytishi va Alloh taolani ko'p zikr qilishi lozim. Undaqda talbiya degan nima? Uni qandoq aytamiz?